Bo'lsa, sizga bo'lsin. Faqat hech kimga aytmaysiz. Nijiloy dokumentda umuman problemasi yo'q. Ko'rinishda 4 ta magazin, 21-22 kvadratda har bitta do'konimiz. Xo'p, oziq-ovqat do'konimizda $200 arendasi bor ekan. Xo'p, birinchi do'konimizdan ham $200 arendasi bor ekan. Yana bitta $100 podval qismini ham berib qo'yishdi. Xo'p, bitta do'konimiz, yana bitta do'konimiz qolgan. Shu joyni ham arendaga berib yuborsa, neta $800-900 arendasini o'zi. Bu joyimiz manzili Toshkent viloyati Yangiyo'l shaharda, Jizzax Somsadan 200 metr o'tgandan keyin o'ng qo'limizdagi joy. Dokumentda umuman problemasi yo'q ekan. Videoga hali ham like bosmadingiz, vobshe super narxda qo'yib beraman. 100 ming deb o'ylayapsiz? Yo'q. 80 ming, 70 ming, 60 ming. Yo'q, unaqa narxlar yo'q. Vobshe past. Arzon biroq bu. Orqasini ko'p chiqamiz. Podval qismimizga kiramiz. Keling yaqinroq. Kelavering. Aynan podvalga borib, betonlarni qarang, mana katta betonlar tashlaganiga ko'rasizmi? Beton. Seli betonlar. Xo'p, keling yaqinroq. Bismillahirrohmanirrohim. Mana podvalimiz foydalanish maydonini o'zi 90 kvadrat metr ekan. Xo'p, o'zini отдельный uchuvchilari bor ekan. Tepadagi hamma do'konlarning ichida отдельный uchuvchilargacha bor ekan. Mana tepasi ko'rasizmi? Plita tashalgan, ikkinchi etajga plita tashalgan. Mana betonlarni ko'rasizmi? Betonlarni qavat beton, pishgan g'ish, xullas bosib yuboradigan joy. Narxini oxirida aytaman, ketdik. Ko'rib turganlarda bu beton emas, plita tashalgan, plita. Tomi tagida plita turibdi. Nimaga tashalgan? Ikkinchi etajni ham qilaman degan ekan egalari, lekin ozgina yetmay qolganligi uchun qilishmabdi. Siz aynan olib turib ikkinchi etajni ham urib yuborsangiz bo'ladi. Xo'p, keyin mana ko'ryapsizlarmi? Beton quyilgan. Har bitta xonani o'rtasiga yarim g'ishtdan urilgan. Maqsad kattaroq maydon kerak bo'ladigan bo'lsa, o'rtada devorlarni otlashib turib, kattaroq kvadratdan liboy narsaga foydalanib ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Endi boyaga ham soqqasiga keladigan bo'lsa, egalari $80 ming deydilar. Yo'q, aka qayerda $80 ming, nima deyapsiz deb. Siz uchun arzon biroda, arzon narxda $55 ming ko'ndirib qo'ydim. Srochniga lekin bosib yuboring. Telegram kanalimizga qo'yib qo'ydik. Agar Instagramda ulgurib qolsangiz, sizniki bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Telegram kanalimizga jonli sog' bo'lsin, omon bo'linglar. Bosinglar.